Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va boks olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. UFC jangchisi Paddy Pimblett Justin Gaethje'ga qarshi bo'lajak chempionlik jangi haqida fikr bildirdi. Gaethje bilan tik turib jang qilaman. Uni qanday mag'lub etish rejasi allaqachon bor. Max Holloway buni ko'rsatib berdi. Ko'rasizlar, jang uchun ishlagan mukammal reja orqali biz uni 3 raund ichida finish qilamiz, dedi Paddy Pimblett. Eslatib o'tamiz do'stlar, UFC 324 turniri 25-yanvar tongida o'tkaziladi. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Yaqinlashib kelayotgan Paddy Pimblett hamda Justin Gaethje o'rtasidagi jangda aynan siz kimning g'alabasiga ko'proq ishonasiz? Justin Gaethje yoki Paddy Pimblett? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Bu paytda bo'lsa, Islam Makhachev qanday holatda Ilya Topuria bilan jang qilish mumkinligini aytdi. UFC yarim o'rta vazn chempioni Islam Makhachev yengil vazn chempioni Ilya Topuria bilan qanday holatda jang qilishi mumkinligini tushuntirdi. Topuria bilan jang: "Men ochiqman, muammosiz. U bilan jang qilaman. Lekin yengil vaznga tushmasdanmi? Ha, nima uchun? Menda allaqachon yengil vazn kamari bo'lgan. Meni hech kim mag'lub etmagan. Men kamarni shunchaki qoldirib yuqoriga ko'tarildim. Faqat kamar uchun bu menga qiziq emas. Agar u yuqoriga chiqmoqchi bo'lsa, marhamat, Ilya yuqoriga ko'tarila olishiga ishonasizmi? U ko'tarila oladi, chunki hech narsa yo'qotmaydi. Yutqazsa yana o'z yengil vazniga qaytib kamarni himoya qiladi. Bu jang sizdan ko'ra Topuriyaga ko'proq kerakmi? 100%. Men baribir yengil vaznda chempion bo'lganman va u yerga qayta tushmayman, deb aytib o'tgan Islam Makhachev. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Hozir odamlar ichida juda ham katta shov-shuvlarga aylanmoqda. Aynan Islam Makhachev va Ilya Topuria o'rtasidagi jangda aynan siz kimning g'alabasiga ko'proq ishonasiz? Islam Makhachev yoki Ilya Topuria? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Bundan tashqari 34 yoshli amaldagi UFC chempioni Islam Makhachev mana shu intervyu davomida qozog'istonlik Shavkat Rahmonov bilan ehtimoliy jangiga ham to'xtaldi. Shavkat: "U uzoq vaqt tanaffusga chiqdi. Men buni hal qilmayman. Agar u tayyor bo'lsa, nega yo'q? Eshitishimga qaraganda ular bu tanaffusdan keyin unga jang berishlari kerak", deya Makhachevning so'zlarini iqtibos qilib keltiradi Match TV telekanali. Qadrli do'stlar, esingizda bo'lsa, yarim o'rta vazn toifasi chempionligi uchun aslida Jack Della Madrilenaga qarshi Shavkat Rahmonov jang qilishi kerak edi, biroq jarohat sababli ushbu jangni o'tkazib yuborgandi. Va qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Qozog'istonlik Shavkat Rahmonov va Islam Makhachev o'rtasidagi ehtimoliy jangda aynan siz kimning g'alabasiga ko'proq ishonasiz? Shavkat Rahmonov yoki Islam Makhachev? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. UFC jangchisi Sharabudin Magomedovga mamlakatlari sportchilari ichida yana kim chempion bo'lishi mumkin mazmunida savol berishdi. Bunga javoban u Bogdan Guskov haqida fikr bildirdi. Durang yaxshi natija, bu mag'lubiyat emas. Yan Blachowicz bilan tarixni davom ettirish imkoniyati bor. O'ylashimcha bizni qiziqarli revansh kutib turibdi. Uni intiqlik bilan kutyapman. Yana juda kuchli jangchi, avvallari uni ko'p kuzatganman. Janglari yoqardi. Lekin bu yerda men Bogdanga muxlislik qilaman. U o'zinikini olishi kerak. Unda yarim og'ir vazn chempioni bo'lish uchun hamma narsa bor. U chempion bo'lishi mumkin, deb aytib o'tgan Sharabudin Magomedov. Qadrli do'stlar, albatta UFC jangchisi Sharabudin Magomedovdan bunday gaplarni eshitish juda ham yoqimli. Albatta hamyurtimiz Bogdan Guskovga mana shu yo'lda omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Bogdan Guskov" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, bugungi videoda yetkazmoqchi bo'lgan MMA yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.